Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuhu aziz muhterem kırındaşlar. Bugün yine ciddi bir program uğurlaştırdık. İki nefer kırındışımız neç günlerden biri Xitay'a karşı bu teşvikat uğraşıda bir kança amallarını tep çıkıp tor dünyası da, internet dünyası da mыңlarca, on mыңlarca hazırın özü de 45 ming, 50 ming adam bağ boğan bir naq meydanda Xitay'a karşı bizim teşvikatımızı ilip bir için bir kança gün ciddi hareket kıygan ve bunun təsirini görgen ve bunu bizge məsləhət siliş arqılıq, yəni Uyğur Qarındaşlıq Studiyası ilə məsləhət qılışıb, biz bu xizmətini qandaq qılsaq, texmi Uyğur qarındaşlarımız bilan birlikdə qıla alayımız. Hər bir muhacir qarındaşımız bir qancha sekund, bir qancha minut vaqtini chiqarsa, albatta bunun təsirini çoğ bo'ladi deb bunu plan qilib shuning bilan biz bu ikki nafar qarindoshimizni bugun ikram taklif qildik. Birozdan keyin bu qarindoshlarımizga so'z bermay bular neç günden beri ilip beriyotgan bu hareketini, bu faaliyetini tanıştırıp ödüdü. Biz bunun bilen inşallah eğer xalığan qırındaşlar bolsa bütün yaş qırındaşlarımız muşu sepke birlikte qatılsa bu hizmetin birlikte ilip bas degan umiddaman. Bugün bir qancha saat ilgari ekranda ko'rib turibsizlar marhumninki suratini Hoca Abdullah Qaracim eğer Hoca Abdullah Hacım degan kişi eğer ismini unutib qolmagan bo'lsam, bu kişi bir qancha saatning oldida vafot bo'lganligi xabarini topdik. Ya'ni Xitoy virusininki ziyonkashligi bilan qarindishimiz Alloh shahidlik bersin vafot etdi. Bir qancha saat bo'ldi Facebookda, WhatsApp to'plarida taqildi. Alloh bu kishiga rahmat qilsin, oilasiga sabr ato qilsin. Xitoyninki bu ziyonkashligi bütün dünyadaki insaniyetke karşı bu cinayeti hem eylenge vehime hem eylenge bir balaya afet buldu. Bunun için de bugün tunca etim şu virüs bilen yokumlanıp vefat olan kardeşimizdeki ilanını, haberini bugün biz Facebook'tan, WhatsApp toplarından, internet arkalık anladık. Bazı gepler buldu, başka kesel bilen vefat olup gitipti deyen gepler buldu ama ben bunu biraz nim kıldım. Bir videosunu koydum, özünün doktorxanda maske bilen yatqanlığını ve avazını anladım. Hayat vaxtıda degan avazı hiç kimnin qışığı kirgizilmeydiganligini, uruq tuqqanlarning qışığı kiremeydiganligini degan avazını anlagandan keyin bu kishiniki haqiqatan bu kesel bilen, yani bu Xitoy virusi bilen vafot bo'lganligini bildim. Yana bir qatim tekrar bu kishiniki oila tabobatiga Alloh rahmat qilsin deyme ve bugünkü bu sohbetimizni qisqaroq bo'ldi. Başlaymiz. İkranımızda bizning qarindishimiz Kamran qarindishimiz bo'ldi. Kamran qarindishimiz bilan Sametcan qarindishimiz ikkalan maslahat qilib, bugünkü internet dünyasida eng ko'p canlı yayın, yani naq meydan programı birisida bir ish gapdan oldida 100 ming dan ortiq adamni ko'rgan edim. 110 ming, 120 ming adam naq maydonda chiqayotgan YouTube adresida. Yana birisida 5-6 ming adam hozirning o'zida bizning daskimizni ko'rib turibsizlar. Bu 47 ming, 48 ming adam hozir naq maydonda bu keynimdagi bu daskida yezishyapti. Yani 50 ming adam hozir shu keynim chiqib turgan daska qarasanglar bütün dünyadaki naq meydan Xitoy virusininki yer shar xarakterli tarqalish ahvoli. Hozir qadar 1581 1 milyon 581 ming 137 kishiga yuqibdi, yani 1,5 milyon. Herhalde eğer bu şekilde meni verse 3 milyon kishiga yuqib ketish ehtimoli bor. Allah saqlasin deymiz, ama Xitoyninki bu cinayetini dağıt atış oldida bu sıfatı bilen, bu sallar bilen, bu yilib ketganlar bilen bugün tunca etim Uygur'un içinden, milletimizin içinden bir kişi bana bu virüs bilen ölüp gitti. Bununki cezasını çekidi. Bunun davasını kılımız. Hem onların haberi var, Amerika başçılıkta nurgun devletler, Hindistan hatta İngiltere ve onun gayriş bir kaç devletler ciddi bir tölem töleşini arz kıldı. Belki bütün dünyadaki devletler, yani bu kesel bağın devletlerin hemimiz tölem düşüş için kadem atıdı inşallah. Ve bunun için ziyonkashlik kuchgan oilalarni to'lam to'ltidi ve bizga o'xshagan psixik jihatdan, ruhiy jihatdan virusning ziyni kuchgan insonlarni inshaalloh arz qilishga boshlaymiz. Yani yer shari xarakterli, yani insoniyat xarakterli Xitoyni dag'ita atadigan, Xitoyni arz qiladigan
bir zamanımız geldi, bir fırsatımız geldi. Bu fırsat vakırman hazır en kızık vakti. Hazır kılalsak bunu, hazır bu teşvikatını kılalsak inşallah ulgurishimiz mumkin. Ama bir ikki oydan keyin bu kasal tugandan keyin Xitoy o'zininki pul mollari bilan, hiyla mikrlari bilan, hadiyalar bilan yani dunyoni setib olib qolib qolsa, dunyo Uyg'ur xalqini yana bir narsani tunib ketmasligi mumkin. Virusni unutib qilish mumkin, ammo pulni tunuydi. Çünkü biz mushu vaqtdan foydalanib yer shari xarakterlik Xitoyning abdi bashirisini ichib bir xizmat qilishimiz kerak. Bugungi bu suhbat bu Xitoyning abdi bashirisini ichish uchun qanday maydon hozirladi qarindoshlarimiz, nima ish qildi? Bunu qarindoshlarimizni o'zidan anglaysizlar. Ben bizningki yuqorida ko'rayotgan Kamran qarindoshimizni ekranga keldim. Assalomu alaykum Kamran, yaxshimisiz? Aleyküm assalam, Allah'a şükür, yaxshi o'zingiz uchun. Elhamdülillah ve Sametcan, Abdusametcan qarindoshim yaxshimisiz? Assalamu alaykum aka. Barliq ko'rinman do'stlarimiz salom bo'lsin. Allah razı olsun. Sizlarga. Sizlar endi yoshingni kichiklikka boqmay, mushu millat uchun bir ish qilsak deb bir narsani o'ylab tepibsizlar. Bu qanday kallangizga keldi Kamran qarindoshim? Nima maqsadda bunda qildinglar? Buni o'tirib qo'ysangiz, undan keyingi savolni men Sametcan bilan davom qilaman. Marhamat. Bu yakın bir ikki oydan beri bizning Sharq Turkiston davoyimiz kun tartibdan tushib qoldi. Çünkü Xitoy virusining dünya xarakterlik yomrishi sababidan ma'lum sabablar tufaylidan va bu Sharq Turkiston davosi kun tartibdan tushib ketdi va insonlar buni unutib qoldi. Hamda bizning bu ishni boshlashdagi asosiy maqsadimiz bu bizning Sharq Turkiston davoyini Xitoy virusiga bog'lagan asosda kun tartibga qaytadan olib kelish va Uyg'urlarning mayli Uyg'urlar bo'lsin, mayli chet elliklar bo'lsin, bu Xitoy virusidan zarar ko'rayotgan barliq insonlarning biz bilan bir safda turib, bizga kuch chiqishini umid qilish asosida bu ishni boshladik. Yani nima ishni boshladingiz? Hamda YouTube'da Corona Live deb, yani Corona Xitoy virusiniki dunyodagi yuqumlanganlarninki sonliq ma'lumotini ko'rsatadigan jonli yayindan birisi bor. U jonli yayinga kirib inkas qismiga biz ma'lum nimalarni hashtaglarni yozish orqali insonlarninki dunyodagi insonlarning chet elliklarning bu Xitoy virusiga qarshi yoki bu Xitoylarga qarshi inkas ideya bir barpo qilish bu Xitoy virusining Xitoy sababidan bo'lganligini tushuntirish asosida bu ishni boshladik. Yani bu benim aklımdaki daskada çıkıp duruyordu. Sizler hareket qilgan bu torbet, yani YouTube adresi. YouTube adresininki ismi yadınızda var mı? Yani qarindoshlarımızga onun nimsini yollaymiz. Şuna olsun, anlap ötep kelsin. Yani meningki hozir miyada ko'rganim Life Statistik Koronavirus Life degan xatni ko'rdim. Yani naq maydon koronavirusninki tarqalish ahvoli statistikasi degan xat bilan YouTube'da bu chiqib turibdi hozir naq maydon. 50 mingga yaqin odam hozir buni ko'ryapti. Va buningda inkaslarni yozyapti. Yani sizlar bu yerda nima ish qildinglar shuni deb biring. Bu insanlar inkas kısmında xohlagan bir narsalarni yozyapti. Hem o'zining inkasini ifodalayapti. Biz bu yerda hamda bizning Sharq Turkiston davoyimizni qaytadan kun tartibga kelish uchun ma'lum bir hashtag larni u yerga yozib, hamda bu Xitoy virusininki nima uchun shakllandi, nima uchun bunday bo'lib ketdi, bu Xitoyninki sababi uni bu dunyo xalqiga tushuntirish maqsadda bu ishlarni olib beryapmiz. Yani buningki ta'sirini ko'rdinglarmi? Biz to'lagan sinaq tariqada birinchi qatim olib bordik bu ishni. Olib borgan vaqtida 4 kishi boshladik.
4 kişi başlaganda başta bir 10-20 minut adamlar belki nimo ifade bildirmedi, bizge ergeçmedi. Lekin bir yarım saatten keyin 20-30 insanlar bizge ergeçmedi. Asta Xitoy virus to'g'riliq gaplarni qilish boshladi. Bu ishlarningki Xitoyningki shu virus yamarashdan burun tushirganligini va buningki Xitoyning asosliq xatolik ekanligini so'zlab bizga ovoz qo'shdi. Uni es qildik va buningki bizning Sharq Turkiston davoyining kun tartibga elib kelishi uchun nihoyatda muhim deb o'ylaymiz. Yani şu sizler hashtagini aşağıya atkandan keyin kişiler şu 50 bin adam veya ki hazır 2 sorbet varken hazır live yani naq meydan kılıp atkan bizge okşaş. Birisi de 6 bin adam varken 6-7 bin adam etrafında. Çünkü ben 7 bin adam 7 bin yakın adam gördüm. Naq meydanda hazır mı 6 bin'dan iş orada çünkü akşam da köp bolduken. 6 bin adamga şu hashtagini atkan vaqtında 6 bin adam ninki özü yezişip atkan sohbetleri tuyuqsuz sizlerning mavzuyinglarga keldi degan gapmi? Ya'ni Xitoy virus. Biz şu hashtaglarni yozgandan keyin, masalan, bu hashtaglar asosliq nomus qil Xitoy, bu virus Xitoy virusi, Xitoy buning uchun jazosini to'lash kerak degan hashtaglarningki inglizcha tarjimasini u yerga qilib yozdik. Yozgandan keyin başta bir 10-20 minut bu xalqlar bununla parvo qilmadi. Ama o bir yarım saatlerden keyin xalqlar bizga ovoz qo'shib va Xitoyningki bu qilgan qilmishlarini deyish boshladi. Yani nimelerni değişti mesela şu 6-7 bin adam içinde nimelerni değişiyor? Ya asosli Xitoy virusining yamrab ketishini bu Xitoy hukumatining faşist hukumatining yoshirganligi va bu bütün dünya xalqining bu Xitoy sababli bu uyda qilib qilish, uyga so'nib qilish, o'zininki ijtimoiy aloqa yoki bo'lmasin talabga chiqish, ish xizmat ahvollari, ishga berish degandek har xil qolaysizliklarni olib kelganligini so'zlab kelyapti. Yani qilgan ishinglar asosi shu yerdagi 6 bin odamningki suhbatini Xitoyga qarshi yo'linishga tatib kirdinglar degan gap, shunaqami? To'g'ri aytamda yoki o'zingiz deb biring buni? To'g'ri. Bu ishni qilishga asosli maqsad bu inkasni ular yozdi. Lekin biz faqat ularningki inkas yozish markazini bu Xitoy virusiga yo'tkaymiz. Bu hashtaglarni yozish orqali ularning diqqati bizga markazlashdi va bular Xitoyningki qilmishlarini va bularningki qilgan eski ishlarining hammasini asta-asta tunib yetyapti. Tunugün biz sınaq tariqida epbaga vaqtda nurg'unlagan insonlar bizga qatnashdi va bizni ovoz qo'shish orqali bizga madad bildirdi va bizning yonimizda bo'lganligini bizga bildirdi. Yani demek şu hesapta hazır 50 bin adamlık birisi varken siz 6 bin adamlık kendim kıpsızlar. Yani davamlılık şu hashtagni yetişi bilen 6 bin adamninki diqqati Xitoyga qarshi bir suhbatga og'di degan gap. 50 bin adamlikda mı qilib baqdinglarmi buni? Bu 50 bin adamlikka qilib baqdik. Lekin buningda bir qatim inkas yozib bo'lgandan keyin, masalan, hashtagni bir qatim yozib bo'lgandan keyin 150 sekund saqlash kerak ekan. Bunun bizning odam sonimiz oz bo'lganligi uchun biz 6 bin kishilikka kirdik. O 6 bin kishilikda qilgan vaqtimizda faqat 30 sekundda saqlaysiz. 30 sekund tugandan keyin ikkinchi qatimda yana hashtag yoza olasiz. Lekin o 50 bin kishilikda 150 saqlamay turib, yana bir ikkinchi qatim yozg'il bo'lmaydi hashtag. Bundan ben bunun texniklik meselesine bizim texnik kardeşimiz herhalde bunu bazı taraflarını texnik inşi biliş mümkün. Abdüsemetcan'dan soray. Semetcan ekran aldı bağ mısınız? Evet, ben bağım. Sizin ekranımız hoş geldiniz. Allah razı olsun. Yaxşı bir planla Hoş bulduk. Allah ömrümüzde razı olsun. Bütün görünmen kardeşlerimden razı olsun.
Bizning qo'limizda hozir avtomat, bomba, qilich, pichoq yo'q. Bizning qo'limizda tashviqot bor. Qanda o'ynaymiz, qanda atımızsak atalaymiz. Bizning hozirgi alayidligimiz shu. Hozirgi fursat bir oy davomlashishi mumkin. Xuddi bu qarindishimiz deb o'tib ketgandek, Kamran qarindishimiz. Virusning nimasi bilan Sharq Turkiston masalasiningki chiqqanligi u bir tarafdan to'g'ri. Hong Kong masalasi, Tayvan masalasi, bir qancha Xitoyga qarshi masalalar chiqib qoldi. Ammo virus bilan yana bir masala o'tirib chiqib, butun dunyo umumyuzlik Xitoyga qarshi bir kayfiyat shakllanayotgan shu vaqtlik fursatda sizlar bu amalni tep chiqibsizlar. Bizning qo'limizda mush amal bor. Buni ham butun Uyg'urlarga, butun Sharq Turkistonliklarga muajiratdiki, yo'yalisak nayt yaxshi bo'ldi degan fikringlarga asosan fikrini qurdik. Buningki texnikalik taraflarini deb bersangiz, qarindoshlarimiz bilib olsin, ya'ni nima ish qildi. Albatta, benim için çok bir şeref. Şimdi biz 21. asırda turarak kolumuzda Şarkı Türkistan vatanseverler olarak bir koral ya da başka bir gücümüz yok. Hem de hazırki zamandaki en çok bir koral teşvikat. Yani bunun en çok örneğini Trump efendimizin göreleysiz. Twitter'ını işleterek siyasi teşvikatlarını kıldı ve biz bu bunun bir örnek alsak, bizim bunun bir ders çıkarsak hep oyladık. Ve ben şu bir ay burun muşunda YouTube'da yayınlarını görüşke başladım şu Naq meydan görünüşünü koronavirüsünün Xitay virüsünün yani qanchalik adamga yuqqani ve devletdeki ahvalları var devletdeki ve bunu ben nimaga diqqat qildim bu insanların fikriga diqqat qildim ve bu yerda mu Xitayning adamları yani numus qilmay yani Xitayning to'ri itik dunyoga butun qiyinlashtirdi ve tordan teşhis çıkarak bazı programlarını işletip ve yana muşunda yerlerde Xitayning to'g'riliqini ve Xitayning resmi yüzüne iqtidiganligini ve Xitayni aqlaydigan gaplarni numus qilmasdan yani bütün dünya xalqining oldiga bunda gaplarni qilyotdi ve hatta Amerika virusi Amerika yasadi deb Amerikaga o'zining xatoligini atyotdi. Hamda biz bularni ko'rib bizim içimizde sığmadı doğrusu. Hem de biz oylap baksak bu Xitay virüs çıkıştım çıkkandikin heli bir vaktikin dünya halkıga demidi bunu yaşıyordu bizden. 2 ay yaşıyordu. Bu Xitayning çoğun bir hatalığı. Yani ikinci hatalığı Xitay bunu vaktida kontrol astığı almadı. Şuna biz bularını dünyaya deyişimiz gerek. Bu bizden insan buluşunun vazifemiz bu bizden. Şuna bu işlerini şu yakın qarindoshlarım bilan bu işlerini başlashga plan qildik. Şuna bugungi bu qadamga keldik. Yani siz aşağıda şunu yozayotgan vaqtida Xitoylarning aşağıda bu jinoyatini Amerikaga atyotganligini, undan keyin Xitoylarni aqlaydigan so'zlarni yozayotganligini ko'rdingiz. To'g'ri. Ve bizga hakaret qildi yani. Biz ve bizga ergashganlarni rast gap qilganlarni hakaret qilganini ko'rdik. Xitoy ve Xitoy faraz insonlarni. Xo'sh. Undan keyin ular bilan sizlar shu yerda boshqa paranglarni yozishdingmi yoki hashtagni aytiberdingmi shu? Ya biz hashtagni aytibirdik, ular bilan ancha karımız bo'lmadi ve ularga o'zingiz bilsiz aka bu Xitoydan pullu Xitoyga ishlab beradigan insonlar bu. Kompyuterning oldida o'tirib 24 soat mushu chet elning torlarida Xitoyni aqlaydigan gaplarni qildigan bular bir mushu nimalar bilan torda o'zining siyosiy amaçlarını, o'zining siyosiy maqsadlarini qildigan bir ordu desek bo'ldi bunu bir Xitoyning bir armiyasi desek bo'ldi, tor armiyasi Xitoyning. Bularga biz qarshi kelib bo'lamaymiz ve ularga gapni tushuntirib bo'lamaymiz. Shuningdek biz yana o'zimizning hashtaglarini bu yerda nim qilaverdik, inkos qaytiraverdik bu yayınga. Ve yana dunyoda jiq do'stlarimiz, chet ellik do'stlarimiz biz qo'shildi bu vaqtda.
Hoşunda Ve ben oyladım ki yani eğer bütün Uygur qarindaşlarımızı yığıp bu Xitaylarga qarşı bu ya da bir tor üstüde biz özümüzni göstersek yani bu Xitaylarning besip çüdüğümüzge işinime bizning sanımız bilan torda. Unda olsa men avval bu savolni so'ray sizdan. Yana Bo'ldi. sizning texniklik tarafini so'rayman yaxshisi. Bo'ldi. Qanday qilish kerak? Ya'ni qanday qilishimiz kerak? Shu nima kirgandan keyin boshdan deb biring, undan keyin kamroq qilamiz. Şatağı yok. Bu virüs tüpeylden cıqadan teşvik çıkalmatıdı ve cık vaktini torda sarf kılıvatıdı. Biz bu qarindaşlarımız bizga bu cihatta qanday yardım kılalaydı deseniz aslında çok addi bir gap. Bu şu bizden tayyorlagan hashtaglarimiz var mesela. Shame on China degan mesela Xitoy nomus qil, qotil Xitoy, Xitoy yag'anchi degan hashtaglarning inglizchasi bor bizda. Buni bizning şu ko'rayotgan şu naq maydon yayınlarımızda YouTube'daki şu naq maydon korona Xitoy virüsünün yayınlarda bunu inkas qaytırdıgan yerde inkas qaytırsalar mı oldu bunu qarindaşlarımız. Xitoyga qarshi bir nimalarni gap so'zlarni hashtaglarni mushada inkas qaytırsalar mı edi. Ve Xitoylarning rasmiy yuzini ochiq chiqiradigan gap so'zlarni qilsa. Yani inkas qaytırsa dese bu qarindoshimiz xato tushunib qolmasin. Siz shu nayeti prinsip tarafından deb biring. Yani bu hashtagni oladi, kopya qiladi. To'g'ri. YouTube'ni Hashtagni oladi, kopya qildi ve inkas qaytirish yeriga chaplaydi. Mushunchalik qildi. Men bu inkas qaytırdigan tarafini chiqarishga tirishmay qoldim. Eminki vaqtimiz yetmay qoldi, abay. Hozir naq maydonda hozir 50 mingga yaqin odam inkas yozyapti. Shu yerga sizlar tayyorlagan hashtaglarni biz mashkiranga sal turib men chiqarib qo'yma va bu suhbatimiz tugandan keyin suhbatning ostiga hashtaglarni hammani etib qo'yamiz. Shu hashtagni kopya qilib ilib bu biz atib bergan YouTube adresini ichib shu yerning xat yozgan yerga bisipla üvetvesi bo'ldi degan gap, shunami? To'g'ri. Va bu 24 soat bir naq maydon ko'rinish bo'lgandan keyin qarindoshlarimiz har vaqt qachon vaqti chiqsa, qachon qalganda kirib buni bizning hashtaglarimizni bu yerga yoza oladi. Shunda addiylashtirdik biz bu ishni. Tamam. Naqs kameranga men so'zni beray. Kameran bunun yanıp qaytib qo'yadigan so'zlaringiz bormi? Var elbette. Hem de bu meselelerini hemmimiz bilimiz. Vatandaki işlerini sözlep tutmasak mıydı? Hem de bu ahval aslında hazır hemmeyle öyde asaslık telefonda vaktini ötküzüyordu. Hem de onda bağlanırken biz bir hem de vatanımızda olimsak mı? Üstümüzde ailemizdekilerini oylap hem de bu vatan işiga, bu Şarkı Türkistan davasıga bir esilik töpümüzde katmasak olmaydı. Yani nemişka degende hem de bu teşkilatını kurdu. Bu Türkiye'de mi meyli dünyanın her kaysi jaylarında nurgınlığa Uygurlarının teşkilatları var. Lakin bu teşkilatlar hem de ma'lum bir teşkilatlar körnerlik bir işlerini kılıvatıdı. Lakin bazıları teşkilatlı da koyup bu edem toplap, pul toplap başka işlerini kılmadı. Hem de bir yerdeki maksat teşkilatlarını kardeşemez. Belki başka sizler iş kılamadığınlar diyişemez. Bu yerdeki diyelim hem de bizim bu millet var. Vurunluk, ikincisi kibir, birbirisini göremeyidigan, hem de birbirisini kollamaydigan bu üç xil illetni, bu yaman illetni, kesellik deyli oldu. Bu kesellikni biz özümüzden çıkarıp etmesek, ile o vatan azat kılışken birleşme bu mümkün emas. Hem de bu işe mesela şu işini merkez kıysak hazırcı, bu işini merkez kıysak, siz yaşlardan hazır kılmış öyden böyle öyge kamılıp kaldık. Muşlardan muş hizmet nispeten ne mi kütüsüz? Bulağı bir hitabınızı kılan yanım. Bizdeki merkezimiz bu olsun. Hem de bu yaşlardan küçüldüğün emez. Hem de ben bir yaş.
yaşlardan kütüldüğümüz hem de telefonda mesela bir monça app'ler var. Instagram, Twitter, Facebook, YouTube degandek. Bu app'larni oynasak mı 2 saat, 3 saat, hatta günlep oynaymiz. Tamak yeydi, Instagram qaraydigan aşındaq halet şekillendi. Hem de telefonu adam desek mi buldu. Hem de onda bo'lgandikan, hem de yıkamaz. Yarım saat yoki 5 minut vaqtini chiqarib, hem de Sharq Turkiston davosini hozirgidek bir mezgilde kun tartibga qaytadan olib kelish uchun bir kishilik hissini qatsa deb o'ylayman. Hem de bu yuqorida Sametjon do'stim deb aytgandek YouTube'ga kiripla yoki biz linkni nima qilib qo'ygan yerdan qilibla shu hashtaglarni chaplab aşağıya evaslam kim bo'ldi. Boshqa bir qiyin bir masala yo'q yoki bir namoyish qilish yoki bo'lmasa boshqa bir qurolliq ish qilish degandek cho'ng ishlar emas bu. Telefonda qilayotgan bo'lgan shunda oddiy o'zini bexatar his qila oladi. Chunki bu bexatarsiz his qilaligidek namoyish yoki bu haq surtini elib olgan unda ishlarda ansirimisin bo'ldi agar vatanda tuqqanlari, urug' tuqqanlari yoki boshqa bir narsalar bo'lsa. Hem de şu fakatla bir kişilik hissini qatsa bu işni bir qatım, 2 qatımla emas. Biz qilib etmansat deb o'ylaymiz. Yani hazır asas o'ylab topgan amalingni bu. Ha. Undaqda men nima Sametjon nimani menga yo'llab bersa, men ma ishkiramni chiqarib qo'yma hozir izib. Qarindoshlarimiz inşallah bunundan keyin albatta butun dunyodagi muhojir qarindoshlar buningga kuch qadab deb o'ylayman. Buni men so'zni yana qayta nimaga beray? Uningdan keyin programmamiz asta-asta oxirlashadi. Sametjonga. Buning ketib qo'ydigan yana boshqa so'zingiz bormi? Sametjon. Bo'ldi aka. Kamron qarindishimiz deb o'tgandek shunda bir oddiy bir ish hammadan o'zining telefonda yoki kompyuterda vatanga bo'lsin o hozircha uyda qamilib qolgan altımızda yana qo'limizdan qila olaydiganimizdan bir ish chiqmasdan bu vatan o'zimizning vatanimiz uchun. Agar vatanni masalasini demasakmi dunyo xalqiga Xitoyning rasmiy qo'rqinchli yuzini ko'rsatishda yani cho'ng bir rol o'ynaydi yani oddiy bir harakatdek turgan bilan bu cho'ng bir rol o'ynaydigan bir proje. Shuna. Allah razı olsun. Allah ömrümüzde razı olsun. Bütün görünmeyen qarindoshlarımdan chin ko'nglimdan rahmat tilayman. Hozir men mana nimaning hammani hashtaglarning hammani nimaga yetib qo'yma. Shu naq maydon adresimizga yetib qo'yma. Shuni ochiq qarindoshlarımizning hammasi buni ko'ra oladi. Bu hashtaglarni kopiya qilishsa qarindoshlar telefonda yani buni rasm chekishsa yani kopiya qilish degan uyg'urchada ko'paytirish deymiz u. Köpeytip, ekilip, YouTube adresini yetip koymiz. 50.000-60.000 adam var naq meydanda. Yani bir cümleni, hazır ben birini tapşırıp aldım, bir ikram yazıp koydum. China Virus Factory. Bunu yazıp koydum ve ondan keyin yani bir qanchasini yazıp koyma, yani mush xatni ekilib chaplab qo'ysanglar 50.000 odam ko'rdi degan gap. Naq maydonda 50.000 odam ko'rdi va buning agishda Allah chiqib qolsa hatto shu 50.000 odamninki nimasini ashadagi so'zlashish obyektini shu Xitoyga qarshi olib ekilaymiz. Hozir bizningki bu qahramonlarimizning, bu qarindoshlarimizninki eng cho'ng qozongan natijasi bu. Bir qancha minutda 50.000 adamның ideyasini, parangını Xitoy qarshi holatga ekib qo'yish harakati. Yani bunu yig'inchoqlasak. To'g'rimi? Chiqqanlarcha bu gaplar. To'g'ri bo'ldi aka. Yani bizning maqsadimiz hozir 30 yil namoyish qildik-ku, 40 yil namoyish qildik. To'g'ri deysiz. Chet elda 40 yil namoyish qildik. Kech kunduz duo qildik, shu joyning oldida Turkiyada bo'lsin, boshqa yerda bo'lsin, masjidlarda kech kunduz duo qilib yig'ladik. Hiç kim bizga çağırtmadı, Amerika'mız çağırtmadı, İngilizce'miz çağırtmadı, Avrupa'mız çağırtmadı, Türkiye'miz çağırtmadı. İş çağırtmayı tuğal vaxtada, yani iş çağırtmadı deyişimlik sebep, bir mi Uygur'unu dünyada, bir mi devlet kutuldurup hiç çıkmadı. Yani ticaret vuruşları oldu ya Amerika ile Xitay'ın oturusunda.
Hong Kongliklar bilen birleşiş oldu, nurgun işler oldu ama Şarkı Türkistan'dan bir mi Uygur kutulup bakmadı. Yani bir Uygur ne? Ma'lum bir devlet, sen ma kampını içipse, 5 milyon adamını solapsa, sen ma işin hata, ma Uygur'unu çıkırıverdi, bir Uygur'unu kutuldurup bakmadı. Ben ma o şekilde davatıma. Elbette ulanın ticaret uğraşları cereyanında payda algan taraflarımız oldu, siyasi birleşken taraflarımız oldu, ittifaklaşkan taraflarımız oldu ama hiç kim bizni kutulup bakmadı. Yani bütün mesuliyet bizge düştü. Şunun için hazır bizge bir çoğun fırsat geldi Allah'ın rahmeti bilen. Qanday fırsat geldi desanglar bu Xitoy turuplan bu krizisni, bu cinayetni, bu vahşi virusni dunyoga taqdim etdi ve o'ziga nihoyat cho'ng bir jinoyatni otdi, ish topdi. Biz mush fursatdan foydalanib, masalan bugungi xabarda Yevropadagi bir qancha davlat Xitoyning bergan maskalarini keyin qaytarib o'tib bordi, sovuq salomlarini keyin qaytarib o'tib bordi. Nima ish qilsa, Xitoydan texmi uning jonligi, nacharligi, soxtaligi ikkinchi masala Xitoyning naslarining. Yana bir to'lam da'vosi kelyapti bundan keyindan. Shunga maskani qaytarib o'tib, azon narsani necha ming yevroluk narsani, ma necha million, necha milliard yevro biz Xitoydan to'lam to'ltimiz deb ma planni so'qib hozir dunyo xarakterlik bir to'lam da'vosi ichilish oldi turayotgan bu paytda biz mana insoniyatning hammasiga kengaytira olsak, ya'ni Xitoy virusininki jinoyatini insonlarga, ya'ni 50 ming, 10 ming, 6 ming, 5 ming odam bor, naq maydon bor. Bularning iddiasini Xitoyga qarshi bir shakliga to'g'rilay olsak inshaalloh biz qo'limizdan kelgan imkoniyatni ishlatgan bo'lamiz va qalbi qilgan bo'lamiz deb o'ylayman. Yani hozir qildigan ishimiz shu. Bu bek cho'ng bir ish kelamdi. 50 ming odamni Xitoyga qarshi qilish naq maydonda. Bundoq men eng oxirgi so'zinglarni olaman, shuning bilan bizning programmamiz bugun mishada yakunlashgan. Kamron, sizningki qarindoshlarga deydigan taklifiniz nima kutasiz? Unidan, chunki bular bu yerga chiqib so'zligili gap qilib chiqa o'xshaydi deb qolmasin, biz bir planni o'tirib qo'yib chiqdik hisob, tushunami? To'g'ri. Endi biz bu yuqoridagi planlarni o'tirib qo'ydik. Bu planlarni amalga oshirish uchun hammamizning birlashib bu ishni izchil davomlashtirishimiz kerak. Chunki bu ishlarni bir ikki qatim qilib qo'ygan bilan mumkin bu ish amalga oshadigan ish yo'q. Endi izchil alda davomlashtirmasak, yana mumkin bu 2-3 kundan keyin bu kun tartibda yana tushib qoldi. Endi bu mayli Uyg'ur davayimiz bo'lsin, mayli bu boshqa ishlar bo'lsin, hamma ishni izchillashtirib etmasak, anandan utuq qazana olamiz. Endi bu qarindoshlardan kutadiganim, talab qildiganim faqat shu endi kunda 1 soat yo yarım soat yoki 5 minut yoki 10 minut vaqtingizni chiqarib, yuqorida biz o'tgan bu ishlarni qilsangiz, ozroq bo'lsa-mu vatan uchun foydasi bor deb o'ylayman. Bo'ldi inshaalloh. Bo'ldi, men hozir birisiga qaradim. Birisida 5722 odam hozir naq maydonda Xitoy virusininki gapini qilib turibdi. Demakki, mishaga hashtagni ilib qarindoshlar, hozir men ekranga yo'llab qo'yman. Suhbatimiz tugandilar. Hashtagni ilib mau adresini yo'llab qo'yamiz. Bassangizni mush adresi ichiladi. Masalan 5700 odam bu adresi ichiladi. Bu yerga qarasangiz hozir 5700 odam bu yerda Xitoy virus to'g'riliq so'zlashyapti. Hammasi o'zininki shaklda so'zlashyapti bu yerda, yozishyapti. Ammo biz bu yerda hashtagni bu yerga atgandan keyin 5700 odamninki naq maydon idisini Xitoyga qarshi bir shaklga ekilishimiz mumkin inshaalloh. Alloh nasib qilsa, chunki hammadan hozir Xitoyga qarshi jiddiy bir achchiqda, stressda turgan vaqtida biz Xitoyga qarshi gapirib bersak, bu yerda darhol kishilar bizni kelimizning agish nisbati cho'ng bo'ladi deb o'ylayman. Yana birisini ichib boqay. Buningda maxsus Turkiyaninkida bu 1000 dan ortiqroq odam naq maydondan turibdi. Yana birisi bor ekan. Bunun da azraq ekan 5-600 odam bor ekan. Mana 47 ming odam borligini ichib, men birozdan keyin shuni aytib qo'yay, masalan buni ochay. Shu xalqaro sahiya
Şu akımdaki Daski'ninkide 50 mingga yaqin adam naq maydonda so'hbat qilyotdi. Mesela ben maxsus Türkiye'ninki naq maydon keselning sonini da'vatqinim bor. Uningda men ancha-muncha ko'rib turyapman. 1000dan 2000gacha adam naq maydonda so'zlashyapti. Asosan turklar %95%. Türkçe bildiğanlar mishaga Doğu Türkistan'daki kardeşlerimizin sesi de durup Çin virüsüne karşı bizimki açığımız ne, yani bizimki bununla tesirimiz ne bir yer yazsa şu men adamın hemmesi derhal bizim kendimiz götürdüğallık yine kaldı. Çünkü Türk boğandikin, milletimiz bir boğandikin derhal bulan bizden billah Xitayni karşı nima qiladi. Yani bir vaqtda men adam bo'lsa bir kunda mesela 24 saat yayın qilyapti ular. 7-24 saat aylandırıp hesapta 15-20 ming adam kirdi bir kunda. Her gün 15-20 ming adamdan bo'lsa mu o taqalsa 1-2 milyon adamlarga taqilib bizning tashviqotimiz nihoyat oddiy, ammo buniki natijasi nihoyat cho'ng bo'lgan bo'ladi. Natijasi cho'ng bo'lgan bo'ladi. Yani bir xatni ilib kopiya qilib YouTube'ninki ichidagi yozdigan yerga choplashga necha sekund vaqt ketadi? 5 sekund vaqt ketadi qarindoshlar. 5 sekund. 5 sekund ichida minglarcha, 10 minglarcha, 100 minglarcha odamni Xitoyga qarshi shaklda naq maydonda qanday qilib bo'ladi? Xitoyga qarshi birlikse qurg'ili bo'ldi. Şomen ma yayın tügetkendan keyin ma u adamcık bo'lgan live naq maydon nimalarni adresini aytib beray va Sametcan qarindishimiz aytib bergan naq maydon hashtaglarini aytib beray. Sametcan oxirgi so'zingiz bo'lsa alay, mumkin qo'shasiz. Allah razı olsun. Muşu benim körünmen qarindishlarimdan talep qildigan bir narsam hamda vatan davası hem adamның ağzıda bor. Biz bunu muşu en addi usul bolsun mu muşu? Telefon oynaş usulü da bir usul bolsun mu? Bir ameliyatga, bir hareketga ekkesin deb oyladık biz. Bunu plan qildik. Hazırcha bizning sinab bakkan planlarımızdan en yaxşisi bu boldu ve ünüm ko'rsatdi. Chet ellik qarindoshlarimiz bizga ergashguchi bo'ldi. Ve bu sahada, bu harekette qarindoshlarımning yordamiga muhtoj biz. Allah razı olsun. Rahmet. Allah hepimizden razı olsun. Bugün ben mavu sohbetki ilan beğenmedim. Hem yakından beri ilan beğenmedim. İlan beğenmesizlik sebep ilan beğensem mi? Nait 3 adam ya 5 adam ya 4 adam bunu hem behrilip takip bir oldu. Burun 100 adam 200 adam bulattı. Bilmedik Xitay'nınki ciddi Facebook, WhatsApp toplarda bütün takipçi bilen Xitay sakçılarının ya ki kalçılarınınki. Bu halkımız teşvikattan biraz acayip gitip kaldı. Ondan keyin bir-birimizin yardımcı bulaşta biraz bilmedik hamda psixikimiz bozulup ketdi mi? Yani bir tal konup keyin besip qo'yishqimi, içimizden kelmayotdi bu ishga. Buning uchun albatta buning yordam qilsak bu ishga qarindishimiz qilgan bo'lmaymiz, aziz qarindoshlar. O'tganda Tahirning qarindishimiz chet el tilida video ishlab, turk tilida, ingliz tilida, arab tilida, xitoy tilida video ishlab dunyo taqitishni bir faaliyetini başlattı. Hemen kollayla aziz qarindoshlar. Qo'llasak o'zimizni qo'llagan bo'lamiz, qo'llasak vatandagi shu kampidagi turmush qarindoshlarimizni qo'llagan bo'lamiz, o'zimizni unutib qoldik. Bu suhbatni ham bahrlab qo'ysanglar, meni qo'llagan bo'lmaysizlar. Mush davoni qo'llagan bo'lasizlar. Chunki mana bir tiyinlik foyda yetmaydi uni ilatib qo'yganga. Ama davoni qo'llagan bo'lamiz. Davoni qo'llagandan keyin ham bilan qo'shib qolamiz. Buni qushliq bo'lsa Alloh xolis vatanimiz azat bo'lsa hammaylar qo'shib qolamiz. Buning uchun men shaxsan ham bahrlashda umidsizlanganligim uchun millatimdan yana bu millat bir tal ko'nikkan besishgan emishqa bu qadar tas nima bo'lganda u millatning psixikasiga deb e'lonni bermaylar uzun suhbat qilgan bo'lib ketdim hozir. Hali uzun bo'ldi e'lon bersammi bir qancha soat burun berib qo'ymayman yoki bermayman, o'dil boshlab ketdim bu shaklda qilib o'taman. Nimishqa hech kim e'lonimizni ham bahrlamaydi. Hem behrilemezlik sebebini ben şahsen düşünmedim. Biz bu yerda yapıştığını tapatmayımız veya ki yamayish qilmaymiz, faqat da'vo qilamiz deb ketyapmiz. Sizlarning maqsadinglarmi 50 ming odamga
bir tal narsani 1 sekundda ko'paytib, 2 sekundda u yerga besib, 3 sekundda knopkani besish orqali 50 ming odamga Xitoy terroristlarini, Xitoy viruslarini tunutish. Maqsad shu-ku, boshqa maqsad yo'q. Maqsad shu. Bununla menimki buni embarlab qo'ymasanglar mayli, ammo bu qarindoshlarimizningki yordamchi bo'lsanglar, aziz qarindoshlar, biz Allohning oldida nima ish qildim desa, Xitoyga qarshi tashviqot qildim deyalaymiz. Unimi qilmagandim, shu haq chiqib so'zlaydi, men shu o'tirib anglab birdim, ko'nikkin besib qo'ymaydim desanglar bo'ladi. Ammo bu bugungi eng chong jangimizga umumiyatda qatnashadi qarindoshlar. Har bir Uyg'ur bir video ishlashi, bir jumla so'zini yozishi, bir rasmni chiqarishi, bir guvohlikni berishi, bir ishni qilishi lozim. Xitoyga qarshi bu tashviqotda bir ishni qilishi lozim. Abay qarindishimiz deb o'tib ketdi, bizningki jangga chiqadigan avtomatlarimiz yoki bizning miltiqlarimiz, tapanchalarimiz yo'q bu yerda. O tapanchani hozir chaqmadi. Tapanchani miltiqimizni qo'limizga olguncha shu tashviqotni olayli. Hozir Amerika birinchi miltiqni qo'lga olib Xitoyga yetyapti. Uning keyindan boshqa davlatlar ergishadi. İnşallah pat yaqinda Xitoy inşallah gumron bo'ladi. Chunki bu shaklda bo'lsa, chunki haqiqatan Xitoy nayt ig'ir kunda hozir. Urush jinoyatidan cho'ng jinoyat bo'lishi mumkin deb da'vat qilingan bu virusni taqish masalasini. Chunki virus hamma yerga taqilib tuggichorlikda bir bu milyon odamlar o'lsa, o'lgandan keyin bu milyon odamning oilasi bor. Masalan, hozir bugungi son 1.581.137 deyli, hozir ekranda ko'rinib turayotgan son. 1.581.137 odam buningga nima qilibdi? Giribdor bo'libdi. Bu odamlarningki eng ozda 3 dan 2 dan tuqquni bor. 3 dan tuqquni bo'lsa 1.5 million odamningki 3 dan tuqquni bo'lsa 4.5 million degan gap. Eng muhimi yer shardagi 7 milyard desak 5 milyard odamga ta'sir ko'rsatdi bu ish. 5 milyard odamni ruhiy jihatdan ziyon chiqardi Xitoycha. Unda bo'lganki ruhiy to'lam to'lash lozim Xitoy. Jismoniy to'lam to'lash lozim. Bugun bu qarindishimiz o'lib ketdi bu kasallik sababidan, buning to'lamini to'lash lozim. Undan dunyoda butun aeroplanlar to'xtadi, iqtisodlar to'xtab, bors bu nimalar tushib ketdi. Bors bozorlari tushib ketdi, zoyum bozorlari tushib ketdi, butun iqtisodiy jihatdan jiddiy ziyon, necha trillion ziyon bo'lib ketdi dunyoga. Buni to'lash lozim Xitoy. Bekboy manbek kuchliq deb da'vo qilgan Xitoyni to'ltish uchun Amerika chiqib Chinese virus dedi. Qarindoshlar. Ma Chinese virus degan gapningki ajoyib cho'ng ma'nosi bor. Bir davlatningki prezidenti chiqib Chinese virus demaydi aslida. Ammo bu qurolni qo'lga olganligidan darak berdi. Amerika haqiqatan qurolni qo'lga olib Chinese virus deyishi, endi sen tugaysan men sana atama degan gap. Endi biz buning keyindan qurolimizni yetib Chinese virus deyishimiz lozim. Ya'ni urush ochdi Amerika. Rasman Xitoyga bir psixologik urushning piltisiga o't yoqdi Amerika. Ya'ni men Chinese virus dedim. Demakki bütün yer shardikilar va yoki Amerikaning keyingi davlatlarining hammasi Chinese virus deyishing kerak degan gap endi. Va Chinese qarshi turishing kerak degan gap. Uning keyindan nurg'un masala bor. Buning uchun biz bu fursatdan foydalanib, masalalarning gapini turgandan keyin men gapimni davomlashtiryapman qarindoshlar. So'zinglar bu so'zimni kesib olsang bo'ldi, ammo hozir tugaydi nimamiz. Akam şu en ahırqa bir sözüm badi körme qarindoshlarım bor. Desangiz bo'ldi. Eğer muş sağda muş teşviqat hareketlerimizde ras bizni yakından qo'ldugusi bor qarindoshlarım. Muşu Kamran qarindishim bilan muş torda bir Kamran qarindishimni izlasa bizning bu teşviqat planlarımızga münasebetlik gruplarımız var. WhatsApp grupları, Instagram gruplarımız var ve bu gruplarda qarindoshlarimiz bilan birga bu teşviqat işlerini qilishga chunki o'ngimizdan xohlaymiz. Allah razı olsun.
Boluda inşallah eğer şu teşvikat işi de pek asan bir işken bu. Xatni ilip çaplap koyduğu işken ama bununki təsirini ait çoğun işkeniz kırındaşlar. Yani desek yani şu gep kılınla şu bir cümle sözünü ilip şu çaplap koyunlar künde bir kırındışımız 1 saat 20 saat dedi ama ben bunda kıldığılığa çok işenmeyim. 1 saat 20 saatimiz 5 minut içinde 10 kıtım ya 100 kıtım çaplığın oldu. 100 kıtım çaplasak 100 kıtımda 50 bin adam gördü deyin gep bu katını. Bunun içinde 100 adam ergişip toğra dep kalsam 50 bin adamınki söz nemesini, yönelişini, sohbet yönelişini Xitay karşı aletke kelip deneyimiz inşallah. Bunu rahmet sizge. Allah razı olsun aka. Sıldığa çok rahmet bizning planlarımız demiş. Kırındaşlarımızga şu arqılıq sunuqlarınızga çempionumuzda rahmet. Kameran kardeşim sizden Allah razı olsun. Sizgin köp. Emmeylerimizden Allah razı olsun. Болады rahmet sizlerge. Aziz kırındaşlar, bugünkü programımız inşallah yaklaşkan olsun. Hazır ben hashtaglerini itip koyma programının astığa bunu hem behirleyle, o sohbetimizden hem behirleyle. Terim köp kırındaşlar bununla bu faaliyeti katlaşsa. O hashtagini ilip adıdığan torbetten adresini üretip koyumuz Nek Meydan YouTube linki. Bu faaliyet gibi günde 2 minut vaxtından çıkarımlar. İnşallah bir ayına ait ciddi bir köreş kılaylık Xitay karşı teşvikatımızdan ilip barayla. İnşallah Allah bizden bu hizmetlerimizin təsirini kalsa, Allah bizden tıpırlavatkanımızını, hizmet kılavatkanlığımızını emniyetli bir iş kıysak oldu dep kolumuzdan Xitay'a karşı can, kural etiş, hazır çıkenmesi mi, hazır pişip yetilmegen bolsun mu, teşvikat uruşunu mu kılay davet tuttu dep bizge Allah bey rahmet kılıp kalsa jipemez. Bu kıttım bu fırsatını ketkizip koysak kırındaşlar, aldığımız 100 yıl yeni bir dünya başlanış aldı da acayip başka bir dünya. Biz perde akısı programımızdan birinci kısmında azırak sözlep ettik, ikinci kısmında çok meselelerini aşkarlayımız. Yeni bir dünya başlanış aldı duruvadadı. Ma 100 yıllık dünyada biz setilip gidip kalsak biz tüyüp gitimiz. Xitay bizim tüyüp ötüşü mümkün. Çünkü nurgun Uygurlar, nurgun kırındaşındaydı. Bir millet tüyüp gitmeydi dep. Xitayda 56 millet var, 56'nınki 30'a yakın millet asmaya olup gitti kırındaşlar. Bu paket. Hazır 30'a yakın millet Xitay özden kıldı sözleydi kalgan 26 millet yok. Xitay sözleydi bütünley. Aslında Xitay emas ular. Ama işte kılıp yok kılıp ettim. 70 yıl içinde 26 milletini asimilasya kılıp ettim. Ma ilmi bir narsa bu. Yani ispatı var bir narsa. Hem de 27-si yoki 30-siga keldik biz shu Uyg'urlarni assimilyatsiya qilib o'tish. Hatta men bugungi olimlarning nimasiga qarasam, tadqiqotiga ikkinchi programmani tayyorlash jarayonida deydiki, Xitoy bu qitim Tayvan, Hong Kong qatorliq bir qancha cho'ng masalalarda Amerikaga va yoki xalqaro yo'l qo'yish orqali ularni setib, ya'ni Hong Kong, Tayvanlarni qo'ldan chiqarib o'tib, ya'ni shu Xitoyning tildagi şu yeni rayonunu yani Şarkı Türkistan'ı hep kılış. Çünkü Şarkı Türkistan yer şehirdeki insanların neçə yüz yıl bakalaydıgan bir yer kırılmış. O Tayvan'ga, o Hong Kong'a okşamaydı. Xitay bizni beğenmeydi dünyada. Bu bek çoğun bir fırsat. Muş fırsatta biz kutulsak kutulduk, bulmasa bizim işimiz çatak. Bunu tədqiqatçılar bundan deydi kırılmış. Onun için uxlamayla az bolsun mu bu teşvikat faaliyeti qatnaşayla hem Allah'a tapşırdık. Yani bir katılma programında görüşürüz. Bununla. Esselamu Aleyküm.